Bu videoni kosmetika sotadigan qizlar ko'rishmasin, chunki ular meni koyishlari mumkin. 195 mingga shuncha kosmetika sotdingizmi deb. Birinchi bazasi bo'ladi qizlar. Baza tonalkani yuzga yaxshi yotishini ta'minlab beradi. Undan keyin bo'lsa CC tonalkasi SPF 50 ga ham bor. Quyoshdan himoyalaydi. Bu degani SPF krem sotib olishingiz shart emas degani. Yuzga tiniq yotadi va yuzdagi hamma muammolarni yopib beradi. Keyingisi bo'lsa trendda bo'lgan, hamma qizlarga yoqadigan, ko'rinishi ham juda bogati bo'lgan o'sha highlighterni joylashtirdim. Va keyingisi shunaqa pudra. Bu nabor sizga 1 yilgacha yetadi. Keyingisi bo'lsa haqiqatda hammaga yoqqan va turk qizlaridek kipriklarni uzun-uzun dona-dona qilib qo'yadigan Miss Rose'dan tush joylashtirdim. Bu tushni bir marta bo'lsa ham olib ishlatib ko'ringlar. Shotkasini o'zi ham sifati qanaqaligini bildirib turibdi. Keyingisi bo'lsa ranglari chiroyli bo'lgan, ham kunduzgi ham kechki meykapda ishlatsa bo'ladigan, hammaga tushadigan konsiler ko'z ostidagi qora ishlarni bittada yopib beradi. Sifati ham juda ham yaxshi. Kis nabor bo'lsa, naborimizni yana ham to'ldiradi. Sheglimdan shunaqa fiksator qoshlaringizni chiroyli qilib tarash uchun. Bir tomoni qosh bo'yash uchun qalam, keyingi tomoni podvodka. Bu kosmetikani ham naborimizga qo'shdim. Va bundan tashqari naborda shunaqa qalamlar joylashtirilgan bo'lib, bu qalamlarni teringiz rangiga qarab moslab olsangiz bo'ladi. Har xillaridan sotuvda bor. Sovg'asiga sponj va shunaqa qosh chizishdagi formani ham qo'shdim. Xarid qilish uchun kommentda plyus qoldiring.